Assalomu alaykum hurmatli bankimiz mijozlari. Mana bugun Boysun tuman Agrobank filialida navbatdagi qabulga hammalar o'zlarining murojaatlar bilan kelgansizlar. Hozir navbat bilan kimda qaysi masala bo'yicha yordam kerak bo'lsa, to'xtatda murojaat qilasizlar. Rahmat. Chilonzor mahallasidan ismim Boymurod Shabilan Fozilov. Tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun 50 million kredit ajratishlarini so'rab keldim. Boymurod aka, nima savdo bilan shug'ullanasiz? Suv sotish faoliyati. Sizga demak mahalla yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlikni yangidan boshlashingiz kerak. Mahalla loyihasi bo'yicha 50 million kreditimiz bor. 2 yil imtiyozli davr bilan 3-chi shaxs kafilligini taqdim etasiz. Oxirgi 2 oyda rasmiy daromadga ega bo'lmagan bo'lishingiz kerak. Hujjatlarni taqdim qilasiz. Talablarga to'g'ri kelsa, sizga 3 kun ichida ushbu 50 million mablag'ni ajratib beramiz. Yaxshi. Boshqa masala yo'qmi? Boshqa yo'q. Keling. Assalomu alaykum. Men Xo'jaobod mahallasidanman, Hakim Rahmatjon. Bundan 3 yil oldin 33 million kredit olganmiz Agrobankdan. Hop, o'sha baliq qurganman 1 gektar. Endi yana 50 million kredit olmoqchi edim. Bu kreditlarni yopib bo'lganmiz. Shuni yordam qilsalaringiz 50 million kredit kerak. Baliqchilikni yana kengaytirish kerak. Ha, baliqchilikni kengaytirish kerak, rivojlantirish uchun. Baliqchilikni kengaytirish uchun bizga shu mahalla loyihasi bo'yicha sizga ham 50 million taklif qilamiz. Siz ham shu 3-chi shaxs kafilligini taqdim qilsangiz, hujjatlaringizni o'rganib chiqib 2 yil imtiyozli davr bor. Siz norasmiy oxirgi 2 oy davomida rasmiy daromadga ega bo'lmagan bo'lishingiz kerak. 3-chi shaxs kafilligini taqdim qilasiz. Sizga ham 50 million kredit ajratib beramiz. 3 kun ichida. Rahmat. Keyingi Assalomu alaykum. Bank xodimlarimiz Saxiya firmasi do'koni ish boshqaruvchisi bo'laman. Ayirboshlash maqsadida 3 million kredit sizlardan so'ramoqchiman. Aylanma mablag'. O'zimizni bankimiz mijozisi Saxiya. Albatta. Bizda hozir ekspress kreditimiz bor. 18 oyga yillik 26% bo'ladi. Hujjatlar taqdim qilasiz, amaliyotlaringizni ko'rib chiqamasiz, sizga shu ekspress kreditdan ajratishni va'da beraman.